Hurmatli qalbga yaqinim, hozir men siz uchun ajoyib sovg'a bermoqchiman. Mana shu sovg'a praktikamni bajarib, sizni qiynayotgan hozirgi holatingizni, qo'rquvlaringizni, ikkilanishlaringizni, sizni qiynayotgan har bir vaziyatlaringizni o'zgartirish, shifolash, malham qo'yish imkoniyatingiz bor. Bu praktikani bajarib ko'rib, hislaringiz bilan, tasavvurlaringiz bilan, holatlaringiz bilan, mana shu praktikada paytdagi his qilgan har bir detallaringiz bilan men bilan bo'lishingizni so'rab qolaman. Va mana shu praktikadan so'ng kimga mana shu kerak deb o'ylasangiz, shu praktikani shu insoningizga jo'natib qo'ying. Men Surayyo G'aniyeva, qalbshunos, siz bilan birgaman. Insonlar o'zlari anglamay, tushunmay, o'tmishda o'tgan og'riqlari, hayotiy tajribalarini olib turib, hozirgi hayotida yashaydi. Hozir va shu onni ham va kelajagini ham o'zi anglamagan holda barbod qiladi. Mana shu praktika aynan hoziringizni va kelajakdan qo'rqmasligingizga, hoziringizni go'zal qilib kelajakdan qo'rqmasligingizga yordam beradi deb umid qilaman. Albatta bajarib ko'ring va o'zingizdagi ishonch, kuch, quvvat, qo'rquvni yengganingizni va o'tmishning qaysidir burchagida qolib ketgan o'zligingizning bir qismini shifolaganingizni anglang. Hozir birgalikda qalbimizga sayohat qilamiz. O'zingizni bo'sh qo'yib oling. Chuqur nafas olib, nafas chiqaring. Nafas olganimizda yana ham ong ostiga qalbimizga tushish osonlashadi. O'zingizni bo'sh qo'yib, ko'zlaringizni yumib o'tirib oling. Nafas olib, nafas chiqarishda davom eting. Nafas olganingiz sari butun tanangiz bo'shashib ketayotganligini his qiling. Yuzlaringiz, yelkalaringiz, qo'l oyoqlaringiz, butun tanangiz ko'pincha biz bosh miyamizda yashaymiz. Aqlan yashaymiz. Hozir sekinlik bilan qalbingizga tushib oling. Sizga qanday yoqsa shu shaklda tushing. Yo'lakcha, sinalar yoki bo'lmasa toyib tushishingiz mumkin. Qanday kelsa shunday. Yoki keng dalaga chiqib qolarsiz. Qalbingizning tublariga, hech qachon bormagan joylaringizga yana boring. Hech kim ko'rmagan, bilmagan, o'zingiz ham bilmagan joylarga qadam qo'yishni boshlang.
Bugungi kunda stress, alamli vaziyatlaringiz qiynayotgan bo'lsa, o'sha birinchi boshlangan alam, stress, qo'rquv bo'lgan vaziyatga boring. Qachon birinchi marta qo'rquv, hayajon, alam, og'riq bu tuyg'ularni his qilgan vaziyatingizga boring. U necha yillar oldin bo'lib o'tib ketgan bo'lishi mumkin. O'sha vaziyatga boring. O'zingizda kuch to'plab boring. O'sha og'riqli vaziyatni sirtdan turib ko'rib, kuzatib turing. O'sha vaziyatda o'zingizni kuzating. Atrofdagi insonlarni kuzating. Og'ir sizni alam holatiga olib kelgan o'sha vaziyatni film yoki kartina sifatida tomosha qila boshlang. Sizga nohaqlik qilgan bo'lsa ham kuzatishda davom eting, kuzatib turing. Og'riqqa berilib ketmang. Bu vaziyat o'tib ketgan. Faqat siz endi bu vaziyatni qabul qilishingiz va shu vaziyat bo'lganligini tan olishingiz qoldi. Va o'sha siz qo'rqib ketgan vaziyatda o'zingizni, o'tmishdagi o'zingizni qo'llab-quvvatlashligingiz qolgan xolos. Bu vaziyatda o'zingizning oldingizga borib, o'tmishdagi o'zingizning ko'zlaringga qarang. Ko'zlarida yoshlari bo'lsa, yoshlarini arting. Qo'rqib ketgan bo'lsa, qo'llaridan ushlab mahkam bag'ringizga bosing. Men sen bilan birgaman deb himoya qiling, qo'llab-quvvatlang.
Yuzlarini silang, mehr bering, mahkam bag'ringizga bosing. Bu oddiy hayotiy dars ekanligini, uni qabul qilishingiz kerakligini, dars sifatida tan olish kerakligingizni ayting. Bu darsni tan olaman. Bu vaziyatni qabul qilaman. O'sha vaziyat ishtirokchilarining har biriga minnatdorchilik bildiring. O'sha vaziyatdan keyin siz nimani o'rgandingiz? Balki o'zingizni qadrlashni o'rgangandirsiz. Qat'iyatli bo'lishni o'rgangandirsiz. O'sha vaziyat sizga nimani o'rgatdi? Qabul qiling o'sha vaziyatni. Qabul qilaman, tan olaman, minnatdorman shu vaziyat bo'lganligidan. O'tmishdagi o'zligingizni yana qo'llab-quvvatlang. Minnatdorchilik bildiring. Minnatdorman shu vaziyatdan. Endi qalbingizdan nur chiqarib yoki bo'lmasa osmondan Allohning nurini tushirib, o'sha vaziyatni asta-sekinlik bilan o'chira boshlang. O'sha vaziyat asta-sekinlik bilan o'chib ketyapti. His qiling. Erib ketayotganligini his qiling. Qoldiqlari ham qolmay, hammasi erib, yo'q bo'lib, oppoq nurga, oppoq yorug'likka, quyosh nuriga aylanib ketayotganligini his qiling. Hammasini o'chiring, birin-ketin. Osmondan ilohiy nur tushib, shu vaziyatni o'chirib tozalayapti. Sizga qanday ma'qul bo'lsa yoki bo'lmasa, qalbingizdan nur chiqarib tozalashligingiz mumkin. Erib, yo'q bo'lib, oppoq bo'lib ketganligini his qiling.
endi tozalanish bo'lgan bo'lsa, yangi vaziyat yaratamiz. Yangi. Siz ko'nglingiz xohlagandek vaziyat. O'sha vaziyatda siz nimani xohlardingiz? Qanday tugagan bo'lsa xursand holga kelgan bo'lardingiz. Mehr-muhabbatga to'la bo'lib, xursand bo'lib, sevgi ulashib yurardingiz. O'sha vaziyat qanday bo'lishini xohlardingiz? Ko'nglingiz to'ladigan holatga olib boring. O'sha holatni yarating. Hamma sizni qo'llab-quvvatlagan, mehr bergan, sizning ham fikrlaringiz inobatga olingan. Sizning ham o'z qadr-qimmatingiz bor. Orzularingizga, maqsadlaringizga imkoniyatlar ochilgan. O'sha atrofdagi insonlar bilan xursand, bir-birlaringiz bilan qo'llab-quvvatlash bo'lgan vaziyatni tasavvur qiling. Xursand bo'lib shu vaziyatni yaratgan bo'lsangiz, shu ko'nglingizga yoqqan vaziyat orqali chuqur nafas olib, nafas chiqaring. Yana bir bor. Ko'zlaringizni oching. Yana ko'zlaringizni yuming. Shu vaziyat saqlanib qoldimi? O'sha ko'nglingizni to'ldirib sizni xursand qilgan vaziyat saqlanib turibdimi? Ko'zlaringizni yumib ko'ring. Ko'zingizga yosh kelsa, yoshlaringizga erkinlik bering. Xursandchilik ko'z yoshlari. Yana bir bor nafas oling. Yana bir bor ko'zingizni oching. Atrofga qarang. Hamma tarafga ko'zingizni ochib qarang. Ko'zingizni yuming yana. Ko'nglingizni to'ldiradigan vaziyatni yana bir bor tomosha qiling. His qiling, tasavvur qiling. Siz qanday emotsiyadasiz? Xursand, baxtli, qalbingiz to'lgan. Hammaga kerakli, o'zingizga kerakli. O'zingizga ishonchingiz ortgan, sog'lom, go'zal, baxtli. Vaziyat to'liq ko'nglingizni to'ldirgan bo'lsa, ko'zlaringizni ochib tamomlashingiz mumkin. Sizni tabriklayman. Katta ishni uddalaringiz. Bu eng kuchli praktikalardan bittasi. Siz bilan psixologingiz Surayyo bo'ldi. Qalbingizga yaqin insoningizga jo'natib qo'ying.